shaharning markazidan to'yxona remont mebel texnikalari bilan kvadrat katta uyni xohlaganlar uchun shunaqangi zo'r uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joylarni ham qo'ying. Noshon ko'chadamiz. To'g'ri svetofordan o'ngga qayilsangiz Gangaga chiqib ketasiz. To'g'ri dalshi C5 Alayskiga chiqib ketiladi. Bu tomonga esa tinchlik metroga chiqiladi. Shu yo'l yuzida joylashgan uyni qostamiz. Liftlarni zo'rligini qarang, podyezdlari ham kengina. Uyga kirishimiz bilan shunaqangi keng hol kutib oladi. Hamma xonasi alohida shu hol orqali kiradi. Bu yoqda hamma mebel texnikalari bilan kuxnyamiz joylashgan, o'tiradigan joylarini ham zo'r chiqqanini qarang. Bu yoqda bitta zalimiz joylashgan. Uyimiz 11 etajli dommi. 9-etajda joylashgan to'yxona, 109 kvadratli uy. Bu yoqda umumiy sanuzel. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yingiga. Bu yoqda bitta detskisi joylashgan. Bu videoni katta yuzlayotgan va arzonga yuzlayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Bu yoqda spalniyani sanuzeli, o'zini garderobi bilan. Bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi, hamma narsasi qilingan bu yoqda ham. Bu uyimizning narxini biz $65,000 qilib beramiz. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Telefoningizni kutamiz, bosing.